Jizzax viloyati joy nomlarining izohli lug'ati. Bugun sizlarga taqdim etilayotgan Jizzax viloyati joy nomlarining izohli lug'ati kitobi nafaqat ilmiy nashr, balki butun bir hududning tarixiy xotirasi, ma'naviy ildizi va milliy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan bebaho manbadir. Ushbu kitobda Jizzax viloyati hududida uchraydigan joy nomlarining kelib chiqishi, ma'nosi va tarixiy asoslari chuqur ilmiy tahlil qilingan. Mazkur lug'atda viloyatning barcha tumanlari kesimida mavjud bo'lgan qishloq, mahalla, ovul, ko'cha, soy, ariq, tepalik, ziyoratgoh va boshqa geografik obyekt nomlari alifbo tartibida berilgan. Har bir nomning etimologiyasi, ya'ni qanday tarixiy, tabiiy yoki ijtimoiy omillar asosida shakllanganligi izchil yoritilgan. Asarni tayyorlash jarayonida qadimiy yozma manbalari, tarixiy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar hamda og'zaki ijodi namunalarini keng o'rganilgan. Natijada lug'at nafaqat ilmiy jihatdan puxta, balki mazmunan boy va ishonchli manba sifatida kelgan. Unda turkiy, fors, tojik, arab va boshqa tillar ta'sirida shakllangan toponimlarning ildizlari ochib beriladi. Bu kitobning ahamiyati shundaki, u joy nomlarini oddiy atama sifatida emas, balki xalqning o'tmishi, turmush tarzi, urf-odati va tafakkurini aks etuvchi tarixiy hujjat sifatida talqin etiladi. Har bir nom ortida ma'lum bir voqea, afsona yoki tarixiy haqiqat mujassam ekanini ko'rsatib beradi. Asarning bosh maqsadi Jizzax viloyati joy nomlarining milliy qadriyat sifatidagi ahamiyatini ochib berish, ularni ilmiy asosda o'rganish va kelajak avlodga yetkazishdir. Zero joy nomlari bu xalq xotirasi, tarix sahifalarida muhrlangan izdir.